Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bu matbuot anjumanining birinchi qismi. Ikkinchi qismini ko'rish uchun esa bizning yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rib turganingizdek, videoda hech qanday reklama yo'q. Shunchaki obuna bo'ling va jangni ham jonli efirda ko'ring. Ikkinchi qismi esa 1 soatlar atrofida chiqadi. Telegram kanalimiz uchun havola esa video kommentariyasida qoldirgan. Barchani kutamiz, rahmat, davom etamiz. Bo'sh gaplar, u faqat vaysashni biladi. Senda 2 kun qoldi. Men sen zaifni parchalayman. La'nati to'nka. Men seni qafasdagi otang bo'laman. Ha, chechan fohshasi. Men seni qaytarib yuboraman. La'nati. Sen yig'layapsan. Men sening otang bo'laman. Iflos, qo'rqoq. Ey, men seni otang bo'laman, iflos. Seni yig'lataman. O'z mamlakatidan qochdi. Shvetsiyaga ketdi, keyin qaytib keldi. Bir iflos diktatorga sotildi. O'zini erkak qilib ko'rsatmoqchi. Sen haqiqiy erkak nima ekanligini bilmaysan. Iflos, qo'rqoq, fohisha. Hammaga salom, matbuot anjumaniga xush kelibsiz. Hozir yig'lama. Kimda birinchisi? Hamzat Chumayevdan boshlamoqchi edim. Hamzat, Shon ikkalangiz oxirigacha dushman bo'lib qolishingizni aytdi. Sen bunga qo'shilasanmi va bu jang sen uchun shaxsiy masalami? Menga baribir. U shunchaki yana bir jo'ja. Uning kallasini uzaman. Shunchaki ezib tashlayman. U 2 kundan keyin murdaga aylanadi. Kecha sen Shon Strickland sparring haqida yolg'on gapirganini, uni har kuni zalda urib yiqitganingni aytding. Hozir Shon huzurida bu gapni ayta olasanmi? Men uni har kuni urardim. Unga qara. Har kuni uni urardim, parchalardim. Uni esa qandaydir ruhiy muammolari bor, u haqida doim gapiraveradi. Siz bu la'natiga ishonasizmi? Shonning qaysi gapi seni ko'proq ranjitdi? Mamlakating haqidagi gap yoki erkak emasliging haqidagi gap? Hech narsa. Men bu yerda bo'lganimdan mamnunman. Uni parchalayman, pul ishlayman va baxtli holda uyga qaytaman. Shon Stricklandga savol. Shon, sen Hamzat haqida ko'p gaplar aytding. Kamp davomida hamma narsa juda shaxsiy tus oldi. O'zingni qanday his qilyapsan? Jang oldidan haddan tashqari emotsionalmisan yoki o'zingni tuta olyapsanmi? Unga hozir qaranglar. Men bu yerda bo'lsam, uning yuziga qarang. U hozir yig'laydi. Kelinglar, shu it haqida bir narsani aytib beraman. Men zalda edim. U Covid bahonasida zaldan qochib ketdi va karyerani yakunladi. Keyin uning otasi Ali qo'ng'iroq qildi. Hey, qayt, menga pul ishlab ber. Men mototsikl avariyasida o'lay deb qoldi. Va nima? Taslim bo'ldim. Karyerani yakunlashga qaror qildimmi? Sen oddiy shamollar sababli sportni tashlading. Buni hatto aytmading ham, iflos. Sen yo'talding va sportni tashlading. Shon, sen uchun nima muhimroq? Kamarni qo'lga kiritishmi yoki Hamzat Chumayevni yengishmi? U meni hech qachon yengmaydi, hech qachon. Sen aniq itsan, seni zalda ham urib yiqitdim, hozir ham urib yiqitaman. Men seni har kuni urardim. Ha, og'zingni yop, kichkina chechan fohisha. Uni it deb atashingiz mumkin. Men seni yig'lataman, qafasdagi otang bo'laman, zalda har kuni seni otang edi. Sen buni bilasan. Tinchlan, bro. Men seni qayerdan chiqqaningga da'vo qilmayapman. Orqangga qayt. Denas, siz uchun savol: o'tmishdagi UFC to'qnashuvlarini eslasangiz, bu qarama-qarshilik eng kuchlilar ro'yxatida qayerga qo'yasiz? Top 3 ta, barcha davrlarning top 3 taligiga kiradi. Keyin ularga nigohlar to'qnashuviga ruxsat berasizmi? Albatta. Eshitinglar, men 3-dunyo mamlakatlarining axlati emasman. Men o'zimni tutishni bilaman. Menda qadr-qimmat bor. Og'zingni yop, iflos, fohisha. Yo'qol. Ha. Sen yo'qol. Tentak, men seni dadangman. Dadangga quloq sol. Ey, mening psixoterapevtimga ishonsak, men sotsiopatman. Xo'sh, bugun ko'z urishtirmaslik mumkinmi? Shon Stricklandga savol. Shon, butun hafta Hamzat sening himoyangdagi qo'riqchilar sen uchun, uning himoyasi esa u uchun emasligini aytdi. Hozir o'zingni xavfsiz his qilyapsanmi? Mana nima deyman? Men amerikalikman. Erkak bo'lish nima ekanligini bilaman. Mening fanatlarim mana o'sha tomonda. Biz qadr-qimmat nima ekanligini, erkak bo'lish nima ekanligini bilamiz. Mana bu yerda hamma budparastlarni ko'rib turibsiz. Sizlarni umuman mamlakatimizga kiritmasligimiz kerak. Sen itning axlatiga o'xshaysan.
Amerikadan chiqib ketishingiz kerak. Sizlar esa erkak bo'lishni bilasizlar va sizlar erkaklar qurgan mamlakatda erkak bo'lib yashayapsiz. Sizlar esa sizdan yaxshiroq erkaklar qurgan mamlakatni barbod qildingiz. Putinga murojaat qiling, balki erkak bo'lishni o'rgatar. И еще вопрос, Шон, по поводу самого поединка. Вчера